Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizani kuzatib boradigan podpисчиlar. Bizga parodani va shu udaridan keladigan aka-ukalar sizlar uchun 2 dona Greyford va 1 dona Angusni udarchasidan sizlarga topib qo'ydi. Joylashgan adresi Spitamin nohiyasining Oqtepa qishlog'ida. 1,5 yashardan o'tgan olit tishi buzov ayni o'saydigan, yeydigan paytidagi Greyford va Anguslarimiz sotiladi. Dehqonlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Живой vesi kilogrammi 500 kilo plus minus chiqadi. Narx-navosi qiziq hammaga. 58 somondan Greyfordlar, Angusni 60 somondan taroziga yana savdo bo'ladi deyishdi. Telefon nomerlar sarlavhada bo'ladi. Shu nomerga telefon qilib, jazman qiziqqan xaridorlar telefon qilib, savdo qilib, bemalol kiyimga hammasini yoki bo'lmasa bittasi keraksa bemalol sotib olasizlar. Hammasini sizlarga yaxshilab ko'rsatib o'tamiz. Kelib, ko'rib, saylab olasizlar. Ayninikin yeydigan xonasiga kelgan akalar. Parodoniki tojiga tomoshalar imroz برای شما یک دانه انگوس و 2 دانه گریفورد فروش داریم. آدرس در ناحیه اسپیتامین قرار دارد. نرخ نواس ژوای ویس و میفروشد صاحب باشم. انگوست 60 تومانی با سودا می شود. گریفورد 58 با سودا می شود. پرمیر ویسش 500 کیلو پلوس مینوس می برد. بینتون معقول باشد نمرهای زیر اکرام زنگ زنیدتون پیش دیده bemalol xaridori qilishingizdan mumkin. Akalar ko'ringlar, aynan yeydigan xonasiga kelgan, o'zim lechna bora syomka qilib keldim. Ko'rasizlar, kimga keraksa sotib olasizlar, shunaqangi tanish bilishlaringga Angusdan kerak bizga, Greyforddan kerak degan tanish bilishlarga roligini jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Likelarni bosish akalar, esdan chiqmasin.